Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bizda shou biznes yangiliklari, eng so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Xo'p. Bu savol juda ham ko'p beriladi. Avvalo, Xudo rahmat qilsin, Murod Rajabov ustozimizni o'zbek kinosiga qo'shgan katta hissalar to'g'risida aytmoqchiman. O'sha biz yaxshi ko'radigan Tangalik bolalar, Ulfatlar, Temir xotin filmlaridagi beqiyos, betakror rollari hammamizni qalbimizga yetib borgan. Va o'ylaymanki, bunaqa darajadagi, bunaqa kalibrdagi ijodkorlarni, aktyorlarni biz qadrlashimiz kerak, ardolashimiz kerak. Murod Rajabov bilan Super kelinchak, Ichkiyo va boshqa filmlarda birga rol ijro etganmiz va ko'pchilik bizni ota-o'g'il deb hisoblashadi. Aslida ham shunaqami? Hozir shu savolga javob beraman. Yo'q. Men Murod Rajabov o'g'illari emasman. Biz shunchaki birga rol ijro etganmiz filmlarda va familiyamiz bir Rajabov. O'ylaymanki, sizni qiziqtirgan savolga javob berdim. Agar yana savollaringiz bo'lsa, izohlarda kutaman. Eng yaxshi savolga javob beramiz. Assalomu alaykum hammaga. Bitta narsaga hayron qolaman. Biz yana O'zbekistonda biror joyda o'tirib qolsang, odamlarni kuzatasan, har xil odamlar bo'ladi. E'tibor bersang, ko'p odamlar aktyor ekan O'zbekistonda. Bolalar deylik, yosh kattalar ham chiqib qoladi orada. O bizda yuradi hamma. Взглядlar, такой походкаlar. Unimda rapid kadr qo'yib qo'ysang, ya'ni zamedленный kadrda chiroyli такой aktyor kirib keladi. Nimaga shunaqa ekan? Nimaga hamma obrazda yuradi?